Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sizlar bilan birgalikda yana Pseudo Expert Food kanali va bugungi ko'rsatuvimiz Chempionlar Ligasining yarim final javob uchrashuvlariga bag'ishlanadi. Barchamiz bilamiz, xabarimiz bor. Finalga Arsenal hamda PSG yo'l oldi va 30-may kuni Budapeshtda bo'lib o'tadigan finalda Angliya va Fransiyaning eng kuchli jamoalari bir-biriga to'qnash keladi. Umuman dunyoning eng ikkita kuchli jamoasi bir-biriga qarshi to'qnash keladi. Ko'rsatuvimiz boshidan sizlardan iltimosimiz bor edi. Bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz va ushbu videomiz ostida izohlaringizni qoldirishingizni va agar rostdan ham video yoqsa, videoga like bosishingizni so'rab qolamiz. Keling, birinchi bo'lib yarim finalchi Arsenal bo'ldi va Arsenal Atletico haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda uchrashuv oldin bo'lgan vaziyat haqida Arsenal muxlislari chinakamiga o'z jamoasini qo'llab-quvvatladi va shuning natijasida jamoa yaxshi natijaga erishdi deb o'ylaymiz. Muxlislarning hissasi katta edi Arsenalning g'alabasida Atleticoning ustidan. Jamoani qanday qilib kutib olishgani, qanday performans uyushtirishgani bu alohida mavzu edi, alohida jamoaga Atleticoga bo'lgan bosim edi. Hattoki Simeonening yangi borgan mehmonxonasiga borib kechasi ularni uxlatmasligi to'g'ri, bu noto'g'ri ishlar. Ammo bu jamoaga bo'lgan muhabbatni qanchaligini ko'rsatadigan narsa edi. Va bunday yangiliklar albatta o'yinchilarga ruhan dalda bo'lar edi menimcha. Shunday qilib Arsenal muxlislari o'z vazifasini to'liq va juda yuqori darajada bajarishdi va o'z jamoasiga qo'llaridan kelguncha yordam berdi. Endi umuman o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, Diego Simeonening tanlagan yo'li haqida gaplashsak. Diego Simeone o'ziga Alvarez, Griezmann hamda o'zining o'g'lini jarohatlangan holatda ham maydonga tushirdi va balki ular jarohatlanmagan bo'lishi ham mumkin edi. Ammo optimal tarkib nazarimizda Atleticoda optimal tarkib bor edi. Optimal tarkib maydonga tushdi. Eng qiziq tomoni uning o'yinchilari hujumkor o'ynashga dosh bera oladigan va fizik holatdan, sport formasi holatdan charchoq tomonidan Arsenalga nisbatan yaxshiroq edi, kuchliroq edi. Chunki dam olishgan, APLning intensivligi bilan La Liganing intensivligida farq bor. Bir hafta oldin ular faqat Arsenalga qarshi o'ynashgan edi. Arsenal jamoasi esa to'liq tarkib deyarli Fulham bilan o'ynagan jamoa edi. Lekin Arsenal o'z maydonida bo'lgani uchunmi yoki boshqa sabablarmi Arsenal hujumkor o'yin ko'rsatdi. Atletico esa birinchi golgacha uxladi, himoyalandi. To'g'ri, qandaydir qarshi hujumlarga qochib ketish variantlarini ko'rib chiqqan bo'lishi mumkin, ammo asosiy ishi bu himoyalanish edi. Va gol bo'lgan vaziyatda ham Atletico Madrid o'yinchilarining o'sha bitta kadrda 11 ta o'yinchisi ko'rinib turibdi. O'shaning 10 tasi jarima maydonchasi ichida. Tasavvur qiling, jamoa qay darajada himoyalangan quyi blokda. Bu aslida noto'g'ri edi. Arsenalda alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'lgan o'yinchilar bu Gyökeres juda zo'r o'yin o'tkazdi, ammo Huskor boshqa sport portallarida unga bo'lgan eng past ball aynan Gyökeresda edi, lekin aslini olib qaraganda u juda yaxshi o'yin o'tkazdi. Eng asosiysi long bollar va uzoqdan kelgan paslar uchun hammasi uchun kurashdi va deyarli barchasida g'alaba qozondi. G'alaba qozonmagan holatda ham himoyachilarni dovdiratdi va himoyachilarni to'pni yo'qotishga majbur qildi. Qilgan eng yaxshi ishi shu bo'ldi va yana bitta ishi bu Raisning pasidan so'ng dovdirab tepib yubormadi. Oblukning chiqib kelgan vaziyatda Gyökeres tepish varianti ham bor edi o'sha gol bo'layotgan vaziyatda, ammo Gyökeres bu ishni qilmadi va shoshmasdan bir amallab Trossardga to'pni uzatib oldi. Undan keyin nima bo'lganini bilamiz. To'p keldi, Oblukdan qaytgan to'pni Saka gol urib ketdi va birinchi o'yin shu bilan yakunlandi. Ammo Gyökeresning past ball olishining sababi u yaqqol hujumchi gol urish kelgan bo'lgan vaziyatda gol ura olmadi. Endi nima ham deymiz, har doim ham gol kiravermaydi-ku. Bu xatolar bo'lishi mumkin, lekin umumiy kartinada Gyökeres juda kerakli o'yinchi edi. Bu
uning o'rniga agar Xavers tushadigan bo'lsa, bu ishni bajara olmasdi. Aniq. Endi nima uchun Gyökeres APLda bunday o'yna olmaydi? Buning sababi ham bor. Atletikoning hujumchilari, himoyachilari Gyökeresga o'xshagan hujumchilarga qarshi kam o'ynaydi va bunaqa profildagi bosimda va yakka kurashlarda o'ynayotgan hujumchilarga qarshi nisbatan kamroq o'ynaydi. Angliyada esa har qanday jamoa himoyachilari kerak bo'lsa Gyökeresdan 2 barobar kattaroq va gavdaliroq va mushaklar jihatdan kuchliroq, jismoniy jihatdan kuchliroq. Va shuning uchun Gyökeresni Arsenal bunday holatda APLda to'g'ri ishlata olmay qolishi mumkin. Ya'ni o'shanaqa bunday holatlarda APLda Gyökeresni bunday ishlata olmaydi. Xo'sh, shunday. Shu bilan birinchi bo'limimiz yakunlandi. O'zi aslida o'yincha qiziq bo'lgani yo'q. Hatto o'z kanalimizda ham joyladik. Snyder 35-daqiqadan keyin UEFAga telefon qilib, Bavariya PSG o'yinini final deb e'lon qilishni so'rashni istadim deb aytgan. Hazillashib albatta. Ammo taktik jihatdan juda qiziq edi. Arteta tanlagan yo'l to'g'ri bo'lib chiqdi. Arteta qo'rqmadi nisbatan. Ikkinchi bo'limda ham Arteta qo'rqqani yo'q. Arteta hujumlarga bordi. To'g'ri, nisbatan pastroq o'ynashni boshladi. Lekin hujumga borishdan qo'rqmadi va to'pga egalik qilishdan qo'rqmadi. Vaziyatlar bo'lganda vaziyatlardan foydalanishga harakat qildi. Ammo o'xshamadi. Keyin ahmoqona o'yinchilarni almashtirish bo'ldi. Menimcha nazarimda Simeone tomonidan. Endi hujumga borib o'ynayotgan vaqtida o'z o'rnini olib tashlayapti, Griezmann olib tashlayapti, Alvares olib tashlayapti va o'rniga tushayotgan o'yinchilar, to'g'risini aytganda, hujumkor o'yin uchun tushayotgan o'yinchilar o'rniga nazarimizda hisobni ushlash uchun to'pni burchakka olib borib qo'yib o'ynab o'tiradigan o'yinchilarni tushirdi deb o'yladim men aslida. Lekin vaziyatlar bo'ldi, vaziyatdan sho'rlat foydalana olmadi. Bilmadim, u vaziyatda o'zini oyog'ini tepib yubordimi, nimadir bo'ldi, ketdi vaziyat va shu bilan yakunlandi. Endi penaltiga keladigan bo'lsak, penalti masalasiga 2 barobar shunday vaziyat bo'ldi. Bittasi Simeoneda bo'lsa, bittasi Griezmannga nisbatan. Griezmannga nisbatan faul bor edi, bu aniq edi, ammo ungacha faul bo'lganligi sababli penalti bekor qilindi. Penalti bo'lgani yo'q, berilgani yo'q. Simeonening o'g'li bilan bo'lgan vaziyatda, Simeone bilan deylik, Magalayesh nima qildi, qanday qildi, ammo kadrda u o'yin qoidasini buzmagan edi. To'p uzoqlashib ketgandan keyin oyog'iga tepildi va u penaltiga arzimas edi. Ammo bu vaziyatdan foydalanish kerak edi. Atletiko agar g'alaba qozonishni istasa, o'zi umuman bitta yoki ikkita vaziyatga ishonib maydonga tushgandan keyin jamoa o'sha vaziyatda golni urish kerak edi. Ura olmadi. O'yinning so'ngida endi cho'zishlar bo'ldi. Arsenal cho'zdi. Endi nima deymiz? Arteta shu yo'lni tanlagan va bu yo'ldan uni hech kim qaytara olmaydi va tanqid qilganimizda ham foydasi yo'q. Arsenal har qanday holatda ikki o'yin natijasiga ko'ra Atletikoga nisbatan loyiqroq edi finalda. Ikkinchi o'yin uchun ham, ikkinchi o'yinning birinchi bo'limi uchun ham menimcha aynan Arsenal loyiqroq edi finalga chiqish uchun. Endi yana bir qiziqarli ma'lumot, Arsenal o'sha umuman yutqazmasdan kelyapti va finalga chiqyapti. Bu juda zo'r natija nazarimizda. Jamoa 20 yil deganda yana finalga qaytdi va mag'lubiyatsiz kelmoqda va Tillo kubokini yutishi mumkin nazarimizda. Tillo chempion deyilmaydi, g'olibga aylanishi mumkin. Va qiziq, juda qiziq bo'ladi. Endi Arteta PSJga qarshi chiqqanini bildi va o'yinga qanday tayyorgarlik ko'radi deb o'ylayman. Bilmadim, lekin favorit kimligini aytish juda qiyin. Lekin Arsenalda ozgina imkoniyat bor, balandroq deb o'ylayman. PSJga nisbatan. Men nazarimda Arsenalda imkoniyat ozgina balandroq, chunki Arsenal ko'rsata olyapti, agar xohlasa hujumkor o'ynashi mumkinligini, to'g'ri qarshi hujumga PSJda chiqa olmasligi mumkin. Ammo himoyada Arsenalda kuchli jamoa yo'qligini biz bu mavsum bildik.
va har doimgidek Fergyusonning gapi esimizga tushadi. Yaxshi hujum o'yinni yutishi mumkin, yaxshi himoya chempionlik olib keladi. Va shu borada eng kam gol o'tkazib yuborgani yana qiziq statistika bor ekanda. Arsenal turnir davomida eng kam gol o'tkazib yuborgan jamoa, PSG eng ko'p gol urgan. Vaholanki ikki ko'p gol uradigan va kam gol o'tkazadigan jamoalar uchrashyapti. Bu juda qiziq bo'ladi va o'tgan yilgi alami ham bor Artetani. Shuning uchun Artetada menimcha Enrikega jamoasiga nisbatan kuchli tayyorlansa kerak. Va endi ikkinchi yarim finalga to'xtaladigan bo'lsak, bu Bavariyada Myunxenda bo'lib o'tdi. Myunxendagi muxlislar ham Arsenal muxlislaridan qolishgani yo'q, o'z vazifalarini to'liq bajarishdi. O'yin boshlangandan so'ng Bavariya juda yuqorilab ketdi va Xvicha qochib ketdi. Bilmadim Bavariya nima uchun unaqa qildi. O'yin boshidan to'g'ri yutqizayotgan jamoa, ammo atiga bittagina gol. Yuqorilab ketdi va Xvicha qochib ketdi-da. Endi Xvichani to'xtatib bo'lmayapti bu mavsumda. To'g'rirog'i PSG o'zi sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvarcha zo'r o'ynamas ekanda, fevral, mart, aprel, mayda dunyoning jamoasiga aylanyapti. O'tgan mavsumda ham bir amallab yarim finalgacha yetib kelib, finalda endi ideal o'yin ko'rsatgan edi. Bu safar ham shunaqa bo'lyapti nazarimizda. Bu safar faqat Bavariyadan ustunligini ozgina biz ko'rdik. Ikkinchi o'yinda bu bo'ladi. Birinchi o'yinda ikki jamoa nisbatan teng o'yin ko'rsatdi degan xulosaga kelgan bo'lsak, ikkinchi o'yinda PSG ustunroqligi bilindi. Klass jihatidan ham, tajriba jihatidan ham kuchliroq ekan. Birinchi gol kiritildi, undan keyin PSG ning pressing deb bo'lmaydi buni. Jamoa to'p qayerda bo'lsa, o'sha to'p yonidagi ikkita PSG o'yinchisi bor-da, Bavariya o'yinchisini ushlab turibdi. Bu albatta futbolchilarning dam olishi, ularning holati, sport formasiga albatta qarash kerak va PSJda bu eng yuqori darajada ekan. Hatto Barselonani ham, Real Madridni ham har qanday jamoani yuta oladi. PSG mana shu sport formasida. Jamoa juda to'g'ri tuzilgan va to'g'ri o'yinchilar bilan tashkil topgan. Bavariyada nisbatan kamchiliklar bor. Petrovich ozgina muammolar bor. Qanotda o'ynayotgan o'yinchilarda muammolar bor. Oliseni yopishni bilmadim nima qilgan, lekin balkim Olisening o'zi qandaydir ruhiy birinchi bo'limdan keyin sindi va eng yomon tomon uni o'rniga tushirgan o'yinchi yo'q-da. Oldinlari masalan Bavariyada Sane, Gnabry shunga o'xshash o'yinchilar hatto zaxiradan tushib ham kuchaytirib keta olgan-ku endi. Hozir Bavariyada yo'q-da, hujumga kim chiqishi mumkin? Karol Musiala o'rniga tushishi mumkin edi. Musialani olib tashlab xato qildi menimcha. Bavariya Musiala yagona o'ynab turgan o'yinchi edi maydonda. O'sha daqiqalargacha keyin harakat qilib berdi hamda Luis Diaz endi u talant va uning qanday deb tushuntirsak bo'ladi. Masalan, Luis Diaz juda zo'r o'yinchi, juda tartibli o'ynaydi, juda yaxshi o'ynaydi, tan olish kerak. Ammo ba'zi skilllarida, masalan, umumiy olib qaraysiz-ku, juda zo'r o'yinchi, ammo dribling desangiz, driblingda kimdir undan zo'rroq. Deylik, zarba desangiz, zarbada kimdir undan zo'rroq o'yinchilar bor-da. Har bir javhasida uning kimdir undan zo'rroqlari bor. Oliseda o'ziga yarasha bir zo'r jihat bor. Olisa dribling bo'yicha menimcha hozir Yamal bilan tenglasha oladigan yagona o'yinchi. Endi umuman bahsli vaziyatlarga to'xtaladigan bo'lsak, bahsli vaziyatlar ikkita bo'ldi. Birinchisi bu Mendeshning qo'liga tekkan top va Nevishning xuddi shunday qo'liga tekkan top. Nevishning vaziyatida penalti yo'q edi. Buni tan olish kerak. Menimcha Bavariya o'yinchilari ham tan oladi. Ammo Mendeshga ikkinchi sariq kartochka berish kerak. Va bu tubdan o'yinni o'zgartirib yuboradi. Va ko'pchilik tomonidan hakam o'yinni buzmadi, boshqa qilmadi degan bo'lishi mumkin, ammo hakam o'yinni buzdi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, kichik vaziyatlarda nazarimda PSG ga yon bosildi.
Mening nazarimda to'g'ri o'yinni buzib yuborgani yo'q hakam. Balkim qizil kartochka o'sha vaziyatda Nuno Mendeshga ikkinchi sariq kartochkani berib, hakam o'yinni buzib yuborgan odamga chiqib ketishi mumkin edi, insonga chiqib ketishi mumkin edi, ammo umuman agar foizlarda gapiradigan bo'lsak, 60% PSG tomon edi, 40% Bavariya. Shunaqa tuyuldi menga nazarimda va o'yinning natijasiga qanchalik ta'sir o'tkazdi desangiz, to'liq ta'sir o'tkazdi. Agar Nuno Mendesh qizil olganida bo'ldi edi-da, Bavariya bemalol 11 kishi bo'lib, 10 kishilik qolgan PSJni bemalol yuta olardi. Bu aniq edi. Albatta kontratakalarda, qarshi hujumlarda PSG ushlashi mumkin edi, ammo Bavariya o'zining gollarini urar edi. Hatto o'zining golini urdi, keyin so'nggi daqiqalarda endi u o'zi kech bo'lgan edi. Hay. Shu bilan uchrashuv yakunlandi. Bu ikki jamoa o'yini haqida gapiraversak juda ko'p gaplar ko'p, ammo bizning kanal aynan Angliya Premyer Ligasiga ixtisoslashgan bo'lganligi uchun bu uchrashuv haqida ko'p gapirmadik va kanalimizda ham hatto yuqori darajada yoritib bormadik. Menimcha sabab aynan shu edi. Endi finalga PSG chiqdi va PSJni Arsenalga qanchalik qulay emasligi haqida gaplashdik. PSG Arsenalni yuta olgan va shu uchun Arsenaldan qanday o'ynashni biladi deb o'ylaymiz. Ammo o'tgan yilgi Arsenaldan bu yilgi Arsenalda katta farq bor-da. Ana shu narsa chalg'ityapti ko'pchilik. Bu yilgi final boshqacha bo'ladi, boshqa darajada bo'ladi va umuman boshqacha o'yin ko'ramiz menimcha. Nima bo'lganda ham ikki jamoaga ham omad tilaymiz va bizning nazarimizda Arsenal chempion bo'lsa biz ko'proq xursand bo'lamiz. Chunki Angliya klubi va Angliya chempionati eng kuchliligini ta'minlab beradigan turnir UEFA Chempionlar Ligasi. Jismoniy jihatdan Arsenalda yana 4 ta final kutib turgan bo'lsa, PSJda bitta final 30-mayga endi bo'ldi bular bu yog'iga. Bugun sana 7-may bo'lsa, 30-maygacha aynan finalga Arsenalga qarshi tayyorlanadi. Va Arsenalda qolgan 3 ta finalni ham ko'radi ular. Artetada bunday oxirgi mana shu kechagi o'yinga qarab tayyorlanish kerak Arteta. Enrike esa kechadan oldingi o'yin, undan keyin 3 ta aprel doirasida bo'lib o'tadigan uchrashuvga qarab to'liq Arsenal qanday o'ynashini tahlil qilish mumkin. PSG bilan bunday bo'lmaydi. PSG chempionatda umuman boshqacha o'yinlar, boshqacha tarkiblar bilan tushadi, jamoani rotatsiya qiladi. Ya'ni vaqt va material PSJda ko'proq bo'ladi. Arsenaldan nisbatan kamroq. Va shuning uchun ham agar Arsenal yutadigan bo'lsa, u eng kuchli klubligini tasdiqlab beradi. Endi sharoitlar ikki xil. Xuddi boyning farzandi o'qishga tayyorlanyapti. To'g'ri, u ham o'qiyapti, sharoiti bor, hamma narsasi bor. Ammo unga yaxshiroq o'qituvchi o'qityapti, yaxshiroq sharoit yaratib berilyapti. U ertalab soat 6 dan turib, uy ishlarini qilmasdan turib faqat darsini qilsa, Arsenalda boshqacha vaziyat. Arsenal nisbatan qiyinroq sharoitda o'sayotgan bolaga o'xshaydi-da. U ertalab turib agar hovlida mol yoki qo'ylari bo'lsa, mol qo'ylariga qaraydi, undan keyin darsga boradi, darsga borgandan keyin uyga kelib yana ishi bor, boshqa narsa va hokazo shunga o'xshash holat. Va bu holatda Arsenal yutishi biz uchun qiziqroq va xursand ham bo'lamiz-da to'g'risi. Xo'p, uchrashuvni yakunlaymiz. Uchrashuvni nima? Uzr kechirasiz. Ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Ko'rsatuvimiz yakunida sizlardan bir narsani so'rab qolar edik. Iltimos, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Yoqgan bo'lsa ushbu videomiz. Xayr, salomat bo'ling.